Abdurrahim G'ani Uyg'ur qarindishimiz savol so'rabdi. Debdiki, dalil isbot bilan tanqidiy nuqtadan chiqish qilib, tanqidiy fikrlarni o'tirib qo'yib, buning munosabatli shaxs va tashkilotlarningki javob berishga talab qilsa, fitnaning chiqishiga sababchi bo'ladigan temini yozuvchi Xitoyga qarshi yoz degandek qarshilik fikr o'tirib qo'yilyotidi. Bu tanqidiy fikrlarningki chiqishig'imi bek qarshi iqimdagi odamlar o'tirib chiqmoqda. Doktor Memtin Yala efendim bununla qanday qaraydi? Uyg'urlarda bu qasam qilinyotidi. Fitna qilishdan tanqid qilish o'tirishga farq bek mujbal qilinadi, pardon. Tanqid bo'ladi. Aql bilan aqlning bir yo'li bor. Dunyodagi hamma yerda o'xshash bir qonuniyat bor. Ya'ni logikasi bor. Bu mening aqlim emas, butun insoniyatning aqli bu. O'xshash. O aql nima talab qiladi degan vaqtda bir mantiqli fikr qilishni va isbotni talab qiladi. Agar Abdurrahim G'ani qarindishimizdek birisi o'ttirg'i chiqib, 70 yil burungi bir hujjatning davosini qilgan bo'lsa, bu hujjatni ayni vaqtda biladiganlar va uni adresi ko'rsatmaganlar cho'qim javob berish kerak. Pok talab qilmaydi. Bu fitna emas. Fitnasan da'va. Chunki bu bizning millatninki, bu Abdurrahim G'anining davlatining emas. Mening davlatimning, sizning davlatingizningki, mening hozir qirilayotgan shu xalqimning davlatiningki hujjati. Bunga javob berishing kerak. Mitne degan gap yo'q bu yerda. Javob bermaydigan sen üstünlük adam emas. Sen bizga yetakchi qilolmaysan, mushunchak bir narsaga javob berolmasang, men texim tonimayman sen mening yetakchim bo'lmaysan. Pastga tushish. Men bilan bir sapti bu. Ondan so'zlashdi. Shuning uchun nayt oddiy. Agar mening bu Abdurrahim G'ani ilim uqtadi bu bir suhbatdan bo'ldiganlikqa. Mush suhbatdan utuqliq bo'lishiga tilakdoshlik bildirman. Bu suhbat intan muhim bizning tariximizda. Nemishqa degan vaqtida Abdurrahim G'anininki butun millatimizning nomidan so'rayotgan ashu savoliga aqldan so'ragan savolga aqldan javob bera olsa, boshqa dardimiz yo'q. Hech qasimizning dardi yo'q. Tillash yoki boshqa shakldagi sesitishning hech qanday hojat yo'q. Ham bo'lmaslik kerak. Ammo uningga javob berilish qoyil qilarlik bo'lmay qolsa, bu tanqid davomlashadi. Chunki bu hujjatning muhimligini hammamiz bilamiz. Mushunchak ish. Agar Abdurrahim G'ani ko'zini yumib yoki yo'tisiga urib bir narsani o'ydirib chiqargan bo'lsa, bu fitna bo'ladi. Ammo o'zingning sahnaga chiqolmaganliging, aqliy savolga aqldan javob berolmaganligingdagi ojizligingni, qo'rqinchliligingni fitna qildi deyishda yapolmaysan. To'g'ri. Aqldan javob berish aqlonlikdir. Eng aqlli savat bu. Dunyoning hammedagi aqlli savat bu. Ammo buni sen popoz qilish bilan, qo'rqitish bilan, jasliq chiqarsa yo'qotmaysan. Ammo o'zingni texim yo'q deb qo'ysan, men qilgan bo'lsam. Shunga men oxirida bu suhbatninki tariximizdagi intayin muhim bir suhbat bo'lishiga tilakdoshlik bildiraman. Ham mushin qatnashganlarninki sovuqqon bo'lishini aqliy yo'l bilan bu masalani muzokara qilishni talab qilaman, umid qilaman. Rahmat.